Assalomu alaykum Shakir aka. Assalom. Qandaysiz ukam? Uy yaxshi. Yaxshi aka, o'zingiz yaxshisiz-ku? Shakir aka. Odam qijolat. Sizga bir so'zim bor edi. Söyleyiver ukam, ne oldu? So'zni qayoqdan boshlashni bilmayapman. Ukangiz Umarni kichkina qarzi bor edi. Qancha so'm? Umar do'stim. Assalomu alaykum Hajibek, qandaysan? Alaykum assalom. Magazindasizmi? Men keldim hele. Keldingmi? Bo'ldi, hozir chiqaman. Borsinmi do'stim? Hajibek, bunda senden olgan amanat. Cho'ng rahmat. O'sha aqchani javob ketding-a? Bu aqchani saga jo'nlab berganlar-ku. O'zi vaqtida bera olmadim. Akam borken yordam berdi. Do'stim, saga cho'ng rahmat. Ukangiz mendan qarz so'ragan edi. Jo'nlab beraman dedim. Biroq ol qarzga bersen anan alam dedi. O'sha aqchani beraman deb mendan qochib taksi qilib jo'natgan. Bilaman, yashashingiz zo'r. Qo'lingizdan kelganda yordam bera tilingiz. Shakir aka, hozir bir dakika beraman, biroq to'g'ri tushuningiz. Manani do'stimning qarzi bo'ladi. Siz bersangiz to'g'ri bo'ladi. Maga aytingchi, ikki do'st orasida qarz bo'ladi. Biroq aqcha berganini unchiq bo'la qo'yasiz. Do'stim bilib bo'la qo'ysin. Assalomu alaykum Shakir aka. Assalom. Qandaysiz ukam? Uy yaxshi. Yaxshi aka, o'zingiz yaxshisiz-ku? Shakir aka. Odam qijolat. Sizga bir so'zim bor edi. Söyleyiver ukam, ne oldu? So'zni qayoqdan boshlashni bilmayapman. Ukangiz Umarni kichkina qarzi bor edi. Qancha so'm?